Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ko'pchilik shu bo'ylar to'lib qoladi, buni tozalashni bilmaydi. Buning uchun bizni kuzatib boring, qanday tozalashni ko'rsatamiz. Xudo xolasa, albatta foydali bo'ladi. Yaqinlarga, tanishlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Videoni oxirigacha ko'ring. 5 ta bulut bo'ladi, bularni atletka yordamida bo'shatib olamiz. Mana ochib oldik. Endi asosiy e'tibor bergan narsamiz, mana bu kabellarni chiqarishimiz kerak, xalaqit bermaslik uchun. Buning uchun shuni rasmga olasiz. Qaysi qayta turganini ertaga adashib qo'ymaslik uchun rasmga olasiz va hammasini bitta-bitta ishtekli bo'ladi, sug'urib chiqarsangiz chiqaveradi. Mana sug'urib oldik. O'rta qismda haroratni nazorat qiluvchi mana datchiklar bor, ulardan tortib chiqarib olamiz. Bu yerdagi 6 ta gaykani bo'shatamiz. Shu asosiy suvni ushlab turadigan, ten ushlab turadigan asosiy narsa shu yerdan musullar chiqadi. Asosiy suv kelayotgan turbalarni, sovuq suv turbalarni yechib suvni chiqarib olamiz. Faqat ehtiyot bo'lamiz, bunda suv bo'ladi, shunga e'tibor beramiz. Shu usulni ko'p bo'lishi to'kni ko'p sarfiga va mana bu bo'ylarni portlab ketishiga ham olib keladi. E'tiborli bo'lamiz. Mana ichkarini ko'ringlar. Mana endi buni tozalab, yuvib, boshqatdan qo'yamiz. Bo'ylarni ochishdan oldin suvni bekitib olganmiz. Shu suvni endi ochib turib, ichini polni yuvamiz. Ochib polni yuvgandan keyin mayda musullar bo'ladi. Shu musullarni qo'lga tushirib, qo'limizni tiqib ichlaridan yuvib olsak, musul qolmaydi. Mana shunaqa musul mana. Hammasi shu suvdan chiqadigan musul. Ko'rasizlar? Tozalanganiga bizniki ham 6-7 oy bo'ladi. Maslahatim 6 oyda bir eng anaqasi bo'lmasa 3 oyda bir tozalab tursanglar, bo'ylar hech qachon portlamaydi. Har xil muammolar shunga o'xshab aslida chiqmaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Albatta yaqinlarga jo'natib qo'yishingizdan chiqmasin. Hozir endi buni polni yig'ib terib qo'yamiz.